Westminster universitetining o'zini litseyi borligi haqida bilarmidinglar? Men ham kirish imtihonlariga 1,5 oy qolganda bilganman, lekin shunga qaramasdan top 12 talikda kirganman. Westminster litseyida o'qiyman deganimda juda ham ko'p savollar yog'ilgandi, shuning uchun ham 4 ta videoga bo'lib sizlarga Westminster haqida aytib beraman. Bu birinchi qismi va bugun sizlar bilan kirish imtihonlari haqida gaplashamiz. Westminster litseyida o'qish mutlaqo bepul, lekin siz DTM imtihonidan o'tishingiz kerak bo'ladi. Bilishim bo'yicha yiliga 6-7 mingta odam topshiradi va o'shalardan 200-300 tasi olinadi. DTM imtihon 3 ta fandan bo'ladi: matematika, ingliz tili va IQ. Matematika, ingliz tili 3,1 balldan hisoblansa, IQ 1,1 balldan hisoblanadi. Общий 146 ball to'plash kerak. Westminster va boshqa litseylarga 9-sinfni bitirgandan keyin topshiriladi va 2 yil davom etadi. Ko'pchilik noto'g'ri o'ylaydi, litseyda 3 yil o'qiladi deb, lekin 3 yil emas, hozir 2 yilga o'zgartirilgan. O'tgan yillar men litseyga kirmoqchi bo'lgan abituriyentlarga kirishda yordam berardim. Har xil DTM testlar tashirdim, guide va shunga o'xshagan yordamchi materiallar tashirdim. Shu kanalimni men qaytib ochdim. Ekranda silkasini qo'yib qo'yaman. Telegramga poiska bersanglar chiqadi. Kanalimda yana e'tibor berishinglar kerak bo'lgan narsa, Westminster litseyga kirish bo'yicha guide bor. Sizlarga qulay bo'lishi uchun men rus va o'zbek tillarida qilganman. Hammasini kanalimda topsanglar bo'ladi va Instagramga ham qo'yib qo'yganman. Ikkinchi videoni profilimda ko'rsanglar bo'ladi.